Iymoningizni yanada mustahkam qiling, chunki u tashvishlarni ketkazadi, g'amlarni uzoqlashtiradi. Allohga iymon keltirganlarning yuraklari sokinlik va quvonch bilan to'ladi. O'tmishga bog'lanib qolmang. U allaqachon o'tib ketdi. Kelajak haqida ortiqcha xotir olmang. U hali kelmadi. Bugun bilan yashang va har bir kuningizni yaxshilik bilan bezang. Har bir inson uchun rizq ham, taqdir ham belgilab qo'yilgan. Shukr qiling va Allohning inoyatlariga rozi bo'ling. Zero har bir narsa uning ilmi va irodasi bilan sodir bo'ladi. Allohni doimo eslang. Shunda yuragingiz xotirjamlik topadi. Gunohlaringiz kechiriladi va g'amlaringiz tarqaladi. Hech kimdan rahmat kutmang. Sizga Allohning savoblari kifoya. Hasad qiluvchilarning yomonligi sizga zarar yetkaza olmaydi. Agar tong otsa, kechani kutmang. Buguningizni to'g'rilang. Agar bugunni isloh qilsangiz, ertangiz ham go'zal bo'ladi, inshaalloh. Yuragingizdan hasadni chiqarib tashlang. Adovat va nafratdan voz keching. Dushmanlikni unuting va qalbingizni pok his-tuyg'ular bilan to'ldiring. Yaxshilik bo'lmagan ishda odamlardan uzoqlashing. Ishlaringizni sarhisob qiling va eng avvalo o'zingizga ham, yaqinlaringizga ham mehribon bo'ling. Har bir sinov Allohning sizga tayyorlagan ulug'vor rejasining bir qismidir. Uni sabr bilan qabul qiling va iymoningizni mustahkam tuting. Har daqiqani shukronalik bilan qarshi oling. Chunki har bir narsa o'z vaqtida va Allohning ilmi bilan sodir bo'ladi.